xonadonning bekasi, kelajakdagi farzandlarning onasi bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotgan ayol albatta 5 mahal namozini o'qishi kerak. Tasavvur qiling, homila paydo bo'ldi. Agar shu ayol namozxon bo'lsa, uning qornida rivojlanib, shakllanib bo'layotgan homila har kuni uning namozidan quvvat olib turadi. Ma'nan ruhlanib turadi. Kelajakda dunyoga keladigan farzand onasini qornidaligidayoq namoz nima ekanligini tushunib yetadi. Va dunyoga kelgan o'sha farzand ota-ona aytmasa ham ularga taqlid qilaroq namoz o'qishni boshlaydi. Joy namozga yotib turadi, ota-onasining yoniga turib olib, u qiladi, bu qiladi, ko'rgani namoz bo'ladi. Chunki onasini qornidaligidayoq u onasi bilan birgalikda qo'shilib namoz o'qigan u homila. Halol pok luqma bilan uning butun jism va jasadi shakllangan bo'ladi. Shuning uchun kelinlarimizni namoz o'qishlariga qattiq e'tibor berishimiz kerak.